Ozonoterapiya jarayoni qanday amalga oshiriladi? Salom do'stlar. Bugun biz organizmni qanday qilib tozalash va sog'liqni mustahkamlashning eng yaxshi usullaridan biri bo'lgan ozonoterapiya haqida gaplashamiz. Ozonning o'zi nima? Ozonoterapiya jarayoni qanday amalga oshiriladi? Ozonoterapiya kimlarga mumkin va ozonoterapiya kimlarga mumkin emas? Keling avval shular bilan tanishib chiqsak. Ozon bu 3 ta atom kisloroddan tashkil topgan bo'lib, u organizmga kislorodni yetkazib berish va organizmdagi zararli toksinlarni chiqarish vazifasini bajarib beradi. Bu terapiya orqali qon tomirlariga, organizmga va hujayralarga kislorod yetarli miqdorga yetib boradi hamda metabolizm jarayoni tezlashadi. Ozonoterapiya jarayoni qanday amalga oshiriladi? Kislorodni konsentrator havodan kislorodni oladi va ozon generatoriga yuboradi. Kelgan kislorod ozon generatorining ichida katta kuchlanish tok yordamida kuydiriladi va maxsus shlang yordamida 500 ml hamda 200 ml natriy xlor tuzli eritmasining ichiga 10 daqiqa davomida to'yintiriladi. 10 daqiqadan so'ng to'yintirilgan va tayyor bo'lgan mahsulotni olib bemorga quyamiz. Ozonoterapiyaning foydali jihatlari. Birinchi o'rinda qonni suyultiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, miyaga yaxshi qon boradi, natijada insonda tungi uyqu normallashadi va asab tizimlari tinchlandi, og'riqlar qoladi. Ikkinchidan, erkaklarda ayniqsa moyaklarda moddalar almashinuvini kuchaytirib beradi, spermaning tirik hujayralari sonini, uning harakatchan hujayralari sonini oshirib beradi. Prostatit, jinsiy zaiflik kabi belgilar, kasalliklar yuzaga kelgan vaqtda ozonoterapiyani olish juda yaxshi effekt beradi. Jigar, buyrak kabi a'zolarni toksinlardan tozalaydi, nerv tizimini boya aytganimizdek mustahkamlab, organizmni tinchlantirib, stress, depressiya kabi holatlardan chiqib ketishga yaxshi effekt ko'rsatadi. Shuningdek, terida kollagenlarning ishlab chiqarilishini yaxshilab, terini yoshartiradi. Organizmni turli xildagi virus, bakteriya va zamburug'larga chidamliligini oshirib, immunitetni ko'tarib beradi. Ozonoterapiyaning homiladorlarga ta'siri. Birinchi trimestrgacha mumkin emas. Birinchi trimestrdan so'ng albatta homilador ayol ozonoterapiya olishi kerak. Sabab gipertonus matka deydi, ya'ni bachadonda tonus oshishi hisobiga bola qisilib qoladi homila va shuni qisilishining oldini oladi. Homilada qon aylanishini yaxshilab, uni kislorod bilan to'yintirib beradi. Homila suvini loyqalanishining oldini oladi va o'sish va rivojlanishini yaxshilab, onaning qon bosimini normallashtiradi. Ozonoterapiya muolajasini olish kimlarga mumkin emas? Agar odam insult yoki infarkt kasalligini o'tkazgan bo'lsa, unga mumkin emas. Agar teri kasalliklaridan bo'lgan psoriaz kasalligi bo'lsa, bu odamga ozonoterapiya muolajasini olish mumkin emas. Homiladorlarda birinchi trimestrgacha ozonoterapiya muolajasi mumkin emas. Qolgan barcha holatlarda ozonoterapiya muolajasini olish tavsiya etiladi. Ozonoterapiya muolajasi haqida sizga bermoqchi bo'lgan foydali maslahatlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Siz ham ozonoterapiyani o'zingizda sinab ko'ring va natijasini kommentariyada albatta yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' va salomat bo'ling.